Mana shu siz ko'rib turgan apparatda don-dun mahsulotlarini maydalab, eng muhimi xonani ichida changitmagan holatda maydalab chiqarib ko'rsatib beraman. Bismillah. Ana bo'ldi. Endi buni sizlarga ochib, qanaqangi holatda maydalab qilganini ko'rsatib beramiz. Eng muhimi xonani ichida ishlatsa ham bo'laveradi, changimaydi. Endi to'g'ri, buni ichiga tushib turgan paytda changiydi, atak ishlatib turgan vaqtingizda umuman changimaydi. To'kta o'zbekda ko'ringlar buni chiqarganni. Vash zo'r va non qilib yopib yuborsa bo'ladimi? Donpollarni maydalab, makkalarni holatiga ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar. Ichidan har xil katta kichik nasatkasi ham chiqadi. Tovuq, jo'ja, mol, qo'y, boshqa ot, liboy narsaga maydalab bergisi kelsa, maydalab bersa bo'ladi. Eng muhimi jo'jalarga rosa yaxshi bo'ladi. Katta donlarni yeyolmaydi. Har xil aralashma qilib turib, bitta maydalab turib bersalang, jo'jalar maza qilib yeydi.